organik moddalar. Biz tuproqqa ko'pchilik yaxshi ko'radi. Odatda biz organik modda deganda birinchi xayolimizga chirigan go'ng keladi, lekin bu bilan cheklanib qolish kerak emas. Mana organik modda deganda birinchisi kompost, ya'ni o'simlik qoldiqlari va organik materiallardan hosil bo'lgan boy ozuqa manbasi bo'lishi kerak. Ikkinchisi va albatta chirigan go'ng. Bu nima ish qiladi? Chirigan go'ng eng asosan bizda ko'pincha savol berishadi, chirigan go'ng o'g'it vazifasi, ya'ni birlamchi o'g'it degan bir xulosaga borishadi. Aslida chirigan go'ng bu birlamchi o'g'it emas, ya'ni azot, fosfor, kaliyga o'xshab to'g'ridan-to'g'ri o'simlikka juda katta foyda beradigan emas. Buni asosiy qiladigan vazifasi tuproq unumdorligini oshiradi, uning tuzilmasini yaxshilaydi va ozuqa moddalari bilan endi o'z-o'zidan boyitadi. Yashil o'g'it, mana biz boya aytib o'tdim, boshida maxsus o'simliklar tuprog'imizni boyitib beradigan. Ya'ni bular o'sha tuproqqa ekilgandan keyin uni organik modda, ayniqsa azot bilan boyitib beradi. Bu agrohausda biz hozir kadr ortida qo'yamiz. Lyutserna degan shunga o'xshagan sidrat ekinlarimiz bor. O'shalarni ekishni tavsiya qilamiz.